Assalomu alaykum, kanalimizning yashadek muxlislari. Mana bitgan holatdagi jarayonlari. Mana bu bu yoqda yana kolonnalar, mana quyilgan jarayonlari, mana yechib quyilishi. Mana bu yoqqa hozir yana ikkita quyilish kerak. Xudo xolisa buni ham quygandan keyin bitta alohida syomka qo'yamiz. Mana sifatlariga ahamiyat beraylik mana. Sifat darajalari zo'r. Ular xizmatlar bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Ash nomerlarga aloqa chiqishina mumkin. Mana bu yechilayotgan jarayoni mana. Qo'llarimiz yechishyapti mana. Bu mana bugungi quyib mana yechilgani sifatlarga ko'rib o'zini baho berishinglar mumkin.